Pasport ham demak 5 yilda almashtirilishi kerak ekan. Pul ishlash, soqqa qilish yo'li bor-ku. O'lganda almashtiriladigan guvohnoma ham har 5 yilda almashtirilishi kerak. Bu qaror ham 2 kunda bekor qilinadigan qaror. Sizlarga nima yaxshiligini men bilaman. Tupoysizlar, hech narsani tushunmaysizlar. Iltimos, xalqni fikrini ham inobatga olaylik. Sizlarda aytganinglar bir tiyinimizga degan o'zini o'rnini bo'shatib qo'yaversin. Endi O'zbekistonga avtomobilga texpasport har 5 yilda almashtirilar ekan. Ya'ni mana bu kabi texpasportlar mana plastik kartaga o'xshash ko'rinishda bu zamonaviy chiqarilgan, hamma o'sha dunyoning standartlariga javob beradi deb aytilgan. Mana shu dunyo standartlariga javob beriladigan texpasport ham demak 5 yilda almashtirilishi kerak ekan. Almashtirish tekin emas o'rtoqlar. Shu paytgacha texpasportda bilamiz, berilgan sanasi yozilgandi, lekin uni amal qilish muddati ko'rsatilmagan. Eng qizig'i 2025-yil 1-noyabrda avtomobilga gaz balon o'rnatilgandan keyin texpasportni almashtirish talabi bekor qilingan edi. Qiziq. Shunda qarorlar bir-biriga qarshi chiqyaptimi yo oldindan qaysi qarorga kelib, keyin bir-biridan bexabar o'zgartirilyaptimi? Lekin juda bir tushunarsiz holat va odamlarda tabiiy savol tug'ilyapti-da. Nimaga bir qarorni chiqargandan keyin ikkinchisini qabul qilishda mana shu uni amal qilish muddati, odamlar uni qanday qabul qiladi, og'irlik tushirmaydimi, shunaqa narsalarni o'ylab ko'rmaydimi degan savol bo'lyapti va bu savol tug'ilishi tabiiy.